Yoningizdan kimdir chiqindisini tabiatga uloqtirib ketsa tanbih berasizmi? Biz hozir tajriba tariqasida yurtdoshlarimizning tabiatga munosabati va mas'ulligini sinab ko'ramiz. Shoshilib qayerga ketasan shoshilib. Ko'rish boshqa, qarash boshqa. Shuni farqini bilinglar. 5 xil barobar emas. Lekin xalaqit berayotganligini o'ylamaydi. Yo'llar, bizlarni chorlar, ham yaxshi yomoni bir joyga boradi. Og'a siz zo'risiz. Sizdan zo'ri yo'q, og'a. Mana shunday ikkita mardikor gaplashib bilan yer chopish kerak edi. Yo'q, xudo bir asradida, o'zim aytdim shu nimadir nito deb. Mana biznes qanaqa bo'ladi? Olmagan odamlarni ham oldiradi. Shu chamaning bunchasiman, tushirganing ertasiman, yurtimni bo'ling maqtagan, jajigina ergasiman. Gulaysan ozod yurtim, onajonim O'zbekiston. Siz mol bo'lsangiz biz mashinani yig'ishtirishimiz kerak. Men miyiz ishlamaydi. Biz video olyaptik, ijtimoiy rolik. Mana kamera. Vijdon qani, oqibat qani, shunchalik o'zgarganmi biz ayting odamlar. Ankara Messi, gol, gol, bo'ldi bas, toqatim tog' bo'ldi. Do'sting do'st bo'lmasa agar, undan ne foyda bo'lar? Alvido.